Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar va qadrli kanalimiz obunachilari. Bugun biz sizning hayotingizni, ayniqsa pensiya yoshidagi yurtdoshlarimizning moliyaviy barqarorligini tubdan o'zgartirishi mumkin bo'lgan o'ta muhim mavzuni muhokama qilamiz. Hamma gap may 2026 dagi pension jackpot haqida. Bu shunchaki navbatdagi indeksatsiya emas, balki ba'zilar uchun 2 karra, hatto undan ham ko'proq pensiya oshishini va'da qilayotgan noyob imkoniyat. Agar siz pensiya to'g'risida biror narsa bilmoqchi bo'lsangiz, agar siz o'z kelajagingiz uchun qayg'urayotgan bo'lsangiz, aynan shu video siz uchun. Shu sababli iltimos hoziroq kanalimizga obuna bo'ling va videoga like bosing. Bu ma'lumotni iloji boricha ko'proq odam ko'rishi, ogoh bo'lishi va o'z huquqlaridan foydalanishi juda muhimdir. Chunki hozir men aytadigan narsalar har biringizga, har bir oilaga bevosita daxldor bo'ladi. Diqqat bilan tinglang. Chunki keyingi daqiqalarda men sizga shunchaki yangiliklarni emas, balki aniq ko'rsatmalar va imkoniyatlar kalitini taqdim etaman. Pensiya tizimida o'zgarishlar doim bo'lib turadi. Ammo may 2026 kutayotgan pension jackpot oddiy pensiya indeksatsiyasidan butunlay farq qiladi. Keling, avvaliga avval qanday bo'lganini va hozir nima o'zgarganini tushunib olaylik. An'anaviy tarzda. Har yil pensiyalar inflyatsiya darajasiga yoki hukumat tomonidan belgilangan boshqa iqtisodiy ko'rsatkichlarga muvofiq oshirib boriladi. Bu jarayon avtomatik tarzda qo'shimcha hujjatlarsiz barcha pensiyagerlarga bir xilda ta'sir qilardi. Ya'ni agar hukumat pensiyalarni 10% ga oshirishga qaror qilsa, sizning pensiyangiz qancha bo'lishidan qat'iy nazar aynan shu foizga oshadi. Bu adolatli ko'rinadi. Lekin amalda bir qancha muammolarni keltirib chiqardi. Masalan, uzoq yillar vijdonan mehnat qilgan katta ish stajiga ega bo'lgan fuqarolarning pensiyalari nisbatan kamroq ishlagan fuqarolarnikiga nisbatan sezilarli darajada farq qilmadi. Yoki kam daromadli ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlarning pensiya ta'minoti inflyatsiya sur'atlariga yetishmay qolgan holatlar ham kuzatildi. Natijada uzoq yillar xizmat qilgan davlat va jamiyat rivojiga salmoqli hissa qo'shgan faxriylarimizning xizmatlari yetarlicha qadrlanmayotgandek tuyulardi. Bu albatta ko'plab yurtdoshlarimiz orasida haqli noroziliklarga sabab bo'ldi. Mana shu muammolarni bartaraf etish, adolatni tiklash va ayniqsa ijtimoiy himoyaga muhtoj mehnat faxriylarini qo'llab-quvvatlash maqsadida yaqin kelajakda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining maxsus farmoni loyihasi tayyorlanayotgani haqida ishonchli manbalardan ma'lumotlar bor. Bu farmon may 2026 dan boshlab amalga oshirilishi kutilayotgan pensiya tizimidagi tub islohotlarning poydevori bo'ladi. Asosiy o'zgarish shundaki, oddiy indeksatsiyadan tashqari ayrim toifadagi pensiyagerlar uchun qo'shimcha. Ya'ni 2 karra oshirish mexanizmi joriy etiladi. Bu 2 karra oshirish har bir pensiyager uchun alohida hisoblanadi va uning miqdori bir necha omillarga bog'liq bo'ladi. Bu degani siz shunchaki umumiy oshirishdan emas, balki maxsus hisob-kitoblar asosida ancha katta miqdorda qo'shimcha mablag' olishingiz mumkin. Bu oddiy indeksatsiyadan tashqari haqiqiy ma'noda jackpot bo'lishi mumkin. Hukumat ijtimoiy adolat tamoyilini kuchaytirish va fuqarolarning hayot sifatini yaxshilash maqsadida ushbu chorani ishlab chiqqan. Shuningdek, bu mexanizm pensiya jamg'armasiga uzoq yillar davomida uzluksiz badal to'lagan fuqarolarni rag'batlantirishga ham qaratilgan. Keling endi asosiy savolga javob beraylik. May 2026 dagi bu 2 karra pensiya oshishi kimlarga nasib etadi? Kimlar xavotirlanishi kerak va kimlarning xavotirlanishiga hojat yo'q? Bu masalani juda batafsil tahlil qilamiz. Birinchidan, 2 karra pensiya oshishi bir nechta asosiy mezonlarga bog'liq bo'ladi. Birinchi va eng muhim mezon bu asterisk mehnat staji, ya'ni umumiy ish staji. Agar sizning rasmiy mehnat stajingiz ma'lum bir chegaradan oshsa, masalan, erkaklar uchun 35 yil, ayollar uchun esa 20 yil va undan ko'proq bo'lsa, siz ushbu imtiyozga da'vogar bo'lishingiz mumkin. Bu degani, qancha ko'p va uzluksiz ishlagan bo'lsangiz, jackpotga yaqinlashish ehtimolingiz shuncha yuqori bo'ladi. Chunki hukumat uzoq yillar vijdonan mehnat qilgan kishilarning xizmatlarini aynan shu yo'l bilan qadrlamoqchi. Bu mexanizmda shuningdek, ish stajini hisoblashning yangi usullari ham joriy etilishi kutilmoqda. Bu esa ba'zi bir ilgari hisoblanmagan davrlarni ham hisobga olish imkonini beradi. Ikkinchidan, asterisk mehnat faoliyati turi yoki sohasi ham muhim rol o'ynashi mumkin. Ayniqsa o'qituvchilar, shifokorlar, madaniyat xodimlari kabi ijtimoiy ahamiyatga molik sohalarda ishlagan, shuningdek og'ir va zararli sharoitlarda mehnat qilgan fuqarolar uchun qo'shimcha
koeffitsiyentlar joriy etilishi ehtimoli bor. Ularning ishi o'ziga xos murakkablik va mas'uliyatga ega bo'lganligi sababli bu toifadagi pensiyagerlarga alohida e'tibor qaratilishi kutilmoqda. Masalan, konchilik, metallurgiya, kimyo, sanoat kabi sohalarda ishlagan shaxslarning pensiya miqdori boshqa soha vakillarining pensiya miqdoridan yuqoriroq bo'lishi mumkin. Uchinchidan, asosan ijtimoiy holat ham ahamiyatga ega nogironligi bo'lgan shaxslar, boquvchisini yo'qotgan oila a'zolari, yolg'iz keksalar. Ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalarning pensiyagar a'zolari uchun ham qo'shimcha imtiyozlar nazarda tutilishi mumkin. Bu pensiya tizimining ijtimoiy yo'naltirilganligini kuchaytiradi va eng zaif qatlamlarni qo'llab-quvvatlashga qaratilganini ko'rsatadi. Bu xususan pensiya miqdori mamlakat bo'yicha belgilangan minimal iste'mol xarajatlaridan past bo'lgan holatlarda ayniqsa muhim ahamiyat kasb etishi mumkin. Keling endi konkret misollarga o'taylik. Shunda siz vaziyatni yanada aniqroq tushunib olasiz. Birinchi misol, o'qituvchi Aybek aka. Aybek aka 65 yoshda. U maktabda 38 yil ishlagan. Ya'ni uning mehnat staji erkaklar uchun belgilangan 35 yillik chegaradan anchagina oshib ketgan. Uning hozirgi pensiyasi taxminan 2 million so'm. Odatdagi indeksatsiya jarayonida may 2026da pensiyalar o'rtacha umumiy xonaga oshiriladi, deylik muxbaramaga. Bu holda Aybek akaning pensiyasi 2 million 200 ming so'mga aylanardi. Ammo yangi pension jackpot mexanizmi bo'yicha Aybek aka nafaqat umumiy indeksatsiyadan, balki qo'shimcha oshirishdan ham bahramand bo'ladi. Uning 38 yillik pedagogik staji, ijtimoiy ahamiyatga molik sohaga qo'shgan hissasi inobatga olinadi. Natijada u 35 yildan ortiq ishlagani uchun qo'shimcha koeffitsiyentga ega bo'ladi va shu bilan birga uning o'qituvchilik faoliyati ham e'tirof etiladi. Bu ikki omil birlashib Aybek akaning pensiyasi yana bir karra oshishini ta'minlaydi. Ya'ni indeksatsiyadan tashqari unga yana taxminan 15-21 miqdorida qo'shimcha ustama berilishi mumkin. Bu esa uning pensiyasini 2 million 505 ming so'm yoki undan ham ko'proqqa yetkazishi mumkin. Ko'rib turganingizdek, oddiy indeksatsiyaga nisbatan sezilarli darajada katta farq. Bu misol shuni ko'rsatadiki, uzoq muddatli va mas'uliyatli mehnat faoliyati doim o'z mevasini beradi. Ikkinchi misol, zavod ishchisi Lola opa. Lola opa 6 yoshda. U og'ir sanoat korxonasida 32 yil mexanik bo'lib ishlagan. Doimiy ravishda zararli va xavfli sharoitlarda mehnat qilgan. Uning hozirgi pensiyasi 1 million 200 ming so'm. Ayollar uchun belgilangan 3 yillik staj chegarasidan o'tgani aniq. Odatdagi indeksatsiya bilan uning pensiyasi xuddi yuqoridagi misoldagidek 22 mayganga oshsa 2 million 14 ming so'm bo'lardi. Biroq Lola opa uchun pension jackpot mexanizmi uning og'ir va zararli mehnat sharoitlari, shuningdek uning uzoq muddatli mehnat stajini inobatga oladi. Mexanik bo'lib ishlaganligi uchun unga maxsus koeffitsiyent qo'llaniladi. Bu qo'shimcha omillar uning pensiyasiga indeksatsiyadan tashqari yana taxminan 20-25% miqdorida ustamas berilishiga olib kelishi mumkin. Natijada Lola opaning pensiyasi 2 million 400 ming so'mga yaqinlashishi, hatto undan ham oshishi ehtimoli bor. Bu shuni anglatadiki, og'ir va xavfli sharoitlarda ishlagan fuqarolarning hayotiga qo'yilgan xavf va ularning sog'lig'i uchun to'langan narx pensiya ta'minotida o'z aksini topadi. Asl 3-misol. Bo'g'uvchisini yo'qotgan Zaynab. Zaynab 40 yoshda. U yolg'iz ona va marhum turmush o'rtog'ining pensiyasi bo'yicha 2 nafar voyaga yetmagan farzandini boqmoqda. Marhum turmush o'rtog'ining ish staji 20 yil bo'lgan. Zaynabning hozirgi o'ziga va farzandlariga ajratilgan pensiyasi jami 1 million 500 ming so'm. Bu pensiya miqdori ularning minimal hayot kechirish xarajatlarini zo'ra qoplaydi. Yangi farmon loyihasida aynan mana shunday ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalar, boquvchisini yo'qotganlar uchun ham maxsus qo'shimcha koeffitsiyentlar nazarda tutilgan. Bu holatda Zaynabning pensiyasi oddiy indeksatsiyaga qo'shimcha ravishda ijtimoiy himoya mexanizmlari doirasida yana 25-30 ga oshirilishi mumkin. Ya'ni uning pensiyasi 1 million 900 ming so'mga, ehtimol hatto 2 million so'mga yetishi mumkin. Bu oilaning moddiy ahvolini sezilarli darajada yaxshilaydi va farzandlarining kelajagi uchun qo'shimcha imkoniyatlar yaratadi. Bu misol davlatning ijtimoiy mas'uliyatini va himoyaga muhtoj qatlamlarga bo'lgan e'tiborining yorqin dalilidir. 4-misol nogironligi bo'lgan Jamol aka 25 yoshda. Uning ilk guruh nogironligi bor va u 25 yil ishlagan. Uning hozirgi pensiyasi 1 million 700 ming so'm.
Jamol aka garchi uning staji yuqorida aytilgan 30 yoki 35 yillik chegaraga yetmagan bo'lsa-da, ammo uning nogironligi sababli unga alohida ijtimoiy himoya choralari qo'llaniladi. Yangi qonunchilikda nogironligi bo'lgan shaxslarning pensiya ta'minotini yaxshilashga alohida e'tibor qaratilgan. Bu guruhga kiruvchi shaxslar uchun ham qo'shimcha koeffitsiyentlar va ustamalar joriy etilishi kutilmoqda. Jamol akaning pensiyasi oddiy indeksatsiyadan tashqari. Nogironlik pensiyasiga beriladigan maxsus ustama hisobiga yana 20-25 belga oshishi mumkin. Natijada uning pensiyasi 2 million 1 ming so'm yoki undan ham ko'proq bo'lishi ehtimoli mavjud. Bu misol shuni ko'rsatadiki, davlat har qanday holatda ham o'zining himoyaga muhtoj fuqarolarni e'tibordan chetda qoldirmaydi, balki ularga qo'shimcha imkoniyatlar yaratadi. Kimlarning xavotirlanishiga hojat yo'q. Bu aynan yuqorida sanab o'tilgan mezonlarga to'liq mos keladigan fuqarolardir. Agar sizning mehnat stajingiz yetarli, ish faoliyatingiz ijtimoiy ahamiyatga molik sohalarda bo'lgan bo'lsa, yoki siz ijtimoiy himoyaga muhtoj toifaga kirib, hozirgi pensiyangiz past bo'lsa, demak, sizda 2 karra oshirish imkoniyati bor va bu siz uchun shunchaki avtomatik tarzda amalga oshiriladi. Shunga qaramay, har bir fuqaro o'z hujjatlarini tartibga solishi va ma'lumotlarni tekshirib chiqishi zarur. Kimlar xavotirlanishi kerak? Asosan, quyidagi toifadagi fuqarolar diqqatli bo'lishlari shart. Birinchidan, mehnat staji noto'g'ri hisoblangan yoki hisobga olinmagan bo'lishi mumkin bo'lganlar. Sovet davridagi ish joylari, kolxozdagi mehnat, harbiy xizmat davrlari ko'pincha unut qoldiriladi. Agar sizning mehnat daftarchangizda yozuvlar tartibsiz bo'lsa yoki ma'lum bir davr hisobga olinmagan bo'lsa, siz zudlik bilan ushbu masalani hal qilishingiz kerak. Chunki har bir yil, har bir oy bu pension jackpot miqdoriga bevosita ta'sir qiladi. Ikkinchidan, o'zining mehnat faoliyati va ijtimoiy holatini to'liq tasdiqlovchi hujjatlarga ega bo'lmaganlar. Masalan, agar siz og'ir sharoitlarda ishlagan bo'lsangiz, bu haqda rasmiy hujjatlaringiz yo'q bo'lsa yoki oilaviy holatingiz o'zgargan, bu haqda pensiya jamg'armasiga xabar bermagan bo'lsangiz, siz ushbu imtiyozni qo'ldan boy berishingiz mumkin. Uchinchidan, hukumatning bu yangi qarordan bexabar bo'lib, zarur choralarni ko'rmaganlar. Chunki bu jarayonning ma'lum bosqichlarida sizdan qo'shimcha hujjatlar talab qilinishi yoki ma'lum bir arizani to'ldirish kerak bo'lishi mumkin. Shuning uchun bu videoni oxirigacha ko'ring va aytilgan tavsiyalarga amal qiling. Endi esa ushbu pension jackpotdan maksimal darajada foydalanish uchun ba'zi bir istisnolar, tuzoqlar va noaniq jihatlarni muhokama qilaylik. Chunki har qanday tizimda bo'lgani kabi bu yerda ham ba'zi bir nozik nuqtalar mavjud. Asl istisnolar va tuzoqlar. Ilk, stajni hisoblashdagi noaniqliklar. Ko'plab fuqarolarda mehnat staji hisoblashda muammolar uchraydi. Masalan, 90 yillardagi xususiy korxonalardagi ish staji, tadbirkorlik faoliyati davri yoki onalik ta'tilidagi davrlar noto'g'ri hisoblanishi mumkin. Ba'zan ish beruvchilar pensiya jamg'armasiga badallarni to'lamagan bo'lishi ham mumkin. Bu holatlarda sizning rasmiy mehnat stajingiz reallikdan farq qilishi va sizni qo'shimcha pensiya oshishidan mahrum qilishi mumkin. Shuning uchun mehnat stajingizni har bir davr uchun diqqat bilan tekshirib chiqishingiz shart. Birgina yilning hisobga olinmasligi sizni katta imkoniyatdan mahrum qilishi mumkin. 2. Asas hujjatlarning to'liqsizligi yoki yo'qligi. Agar sizning mehnat daftarchangiz yo'qolib qolgan bo'lsa yoki undagi yozuvlar o'chib ketgan bo'lsa yoki ma'lum bir davrga oid buyruqlar va hujjatlar saqlanib qolmagan bo'lsa, bu stajni tasdiqlashda jiddiy muammo tug'diradi. Davlat arxivlariga murojaat qilish, guvohlarning ko'rsatmalarini olish kabi jarayonlar talab etilishi mumkin. Bu jarayonlar ko'p vaqt va kuch talab qiladi. Shuning uchun bunga oldindan tayyorlanish kerak. 30. Asl turdosh mutaxassisliklar muammosi. Agar siz umringiz davomida turli xil kasblarda ishlagan bo'lsangiz, masalan, o'qituvchilikdan so'ng bir necha yil korxonada iqtisodchi bo'lib ishlagan bo'lsangiz, bu sizning ixtisoslikka oid stajingizni qisqartirishi mumkin. Qo'shimcha koeffitsiyentlar odatda bir sohada uzluksiz ishlaganlik uchun beriladi. Bu esa har bir fuqarodan o'z mehnat faoliyatini to'liq tahlil qilishni talab etadi. 4. Nikoh holatining o'zgarishi va boquvchini yo'qotish pensiyalari. Asterisk. Agar siz boquvchini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan bo'lsangiz va nikoh holatingiz o'zgarsa, masalan, turmush qursangiz, bu sizning pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Ba'zi hollarda pensiya to'xtatilishi yoki qayta hisoblanishi mumkin. Bu haqida pensiya jamg'armasini o'z vaqtida xabardor qilish juda muhimdir.
Aks holda ortiqcha to'langan pullar keyinchalik sizdan undirib olinishi mumkin. 5. İxtiyoriy badallar va ularning ahamiyati. Ba'zi fuqarolar norasmiy ish bilan shug'ullanadi yoki doimiy ish joyiga ega emas. Ular uchun ixtiyoriy ravishda pensiya jamg'armasiga badal to'lash imkoniyati mavjud. Agar siz muntazam ravishda ixtiyoriy badal to'lagan bo'lsangiz, bu sizning stajingizga ijobiy ta'sir qilishi va jackpotga yaqinlashtirishi mumkin. Ko'pchilik bu imkoniyat haqida bilmaydi yoki unga e'tibor bermaydi. Ammo pensiya jamg'armasiga qilingan har bir badal sizning kelajakdagi pensiyangiz uchun sarmoyadir. 6. Qayta hisoblash va indeksatsiya o'rtasidagi farq. Odatdagi indeksatsiya bu barcha pensiyalarni 1% da oshirish. Yangi tizimda esa pensiyani qayta hisoblash mexanizmi joriy etiladi. Bu degani sizning butun pensiya formulangiz, stajingiz, daromadingiz va ijtimoiy holatingiz qaytadan ko'rib chiqiladi va shunga qarab yangi, ko'proq miqdor belgilanadi. Bu oddiy indeksatsiyadan ancha kattaroq o'zgarishlarni anglatadi. Ko'pchilik bu ikki tushunchani aralashtirib yuboradi. Noaniq nuanslar, hozircha bunday ma'lumot yo'q, ammo ba'zi hollarda alohida hududlar. Masalan, ekologik noqulay hududlarda yashaydigan pensiyachilar uchun qo'shimcha imtiyozlar ko'zda tutilishi mumkin. Bu hududlardagi yashash sharoitlari va hayot darajasi hisobga olinishi mumkin. Minimal va maksimal pensiya miqdorlari. Asterisk yangi tizimda minimal pensiya miqdorlari sezilarli darajada oshirilishi va shu bilan birga maksimal pensiya miqdorlariga ham yuqori chegara belgilanishi ehtimoli bor. Bu ijtimoiy adolatni ta'minlashga qaratilgan yana bir qadam bo'ladi. Hozirgi kunda maksimal pensiya miqdori bir necha o'rtacha ish haqidan oshmasligi belgilangan. Bu qoida saqlanib qolishi mumkin. Elektron tizimlar va shaffoflik pensiya tizimini raqamlashtirish bo'yicha ishlar davom etmoqda. E-mehnat daftarchasi tizimi barcha ma'lumotlarni shaffof va ochiq qilishga yordam beradi. Har bir fuqaro o'zining mehnat staji va to'langan badallari haqida ma'lumotni onlayn tarzda ko'rishi mumkin bo'ladi. Bu esa kelajakda bunday muammolarni oldini olishga yordam beradi. Endi esa eng muhim qismga o'tamiz. May 2026dagi pension jackpotdan foydalanish uchun siz nima qilishingiz kerak? Qanday amaliy qadamlarni tashlashingiz lozim? Men sizga aniq va tushunarli ko'rsatmalar beraman. Eng qadam. Mehnat stajingizni to'liq tekshiring va tartibga keltiring. Bu birinchi va eng asosiy qadamdir. Sizning mehnat stajingizning har bir yili, har bir oyi hisobga olinishi kerak. Qayerdan boshlash kerak? Birinchi navbatda o'zingizning mehnat daftarchangizni qo'lingizga oling va undagi barcha yozuvlarni diqqat bilan tekshiring. Ishga kirish va ishdan bo'shash sanalari, lavozimlar, korxona nomlari to'g'ri yozilganligiga ishonch hosil qiling. Nimalarga e'tibor berish kerak? Agar yozuvlar o'chib ketgan bo'lsa, muhrlar aniq bo'lmasa yoki ish staji davrida yozilmay qolgan bo'lsa, darhol choralar ko'ring. Elektron mehnat daftarchasi, e-mehnat daftarchasi. Siz ya IDXP, my.gov.uz portali orqali o'z elektron mehnat daftarchangizni tekshirishingiz mumkin. Bu yerda sizning barcha rasmiy ish stajingiz, to'langan badallar haqidagi ma'lumotlar aks etadi. Agar bu yerda ma'lumotlar bilan mehnat daftarchangizdagi ma'lumotlar mos kelmasa, pensiya jamg'armasiga yoki sobiq ish beruvchiga murojaat qilishingiz kerak. Arxiv hujjatlari, agar ma'lum bir davrga oid hujjatlar yo'q bo'lsa, siz sobiq ish joyingizning arxiviga yoki viloyat tuman arxivlariga murojaat qilib, mehnat faoliyatingizni tasdiqlovchi ma'lumotnomalar, masalan, ishga qabul qilish, ishdan bo'shatish buyruqlari, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotlar olishingiz lozim. Bu jarayon vaqt olishi mumkin. Shuning uchun hozirdanoq boshlang. Bir qadam. Joriy pensiya hisobingizni tekshiring va batafsil ma'lumot oling. Siz o'zingizga hozirda qancha pensiya to'lanayotganini va uning qanday hisoblanganini aniq bilishingiz kerak. Qayerga murojaat qilish kerak? Doimiy yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. Nima so'rash kerak? Sizga pensiyangizning hisob kitobi haqida batafsil ma'lumotnoma berishlarini so'rang. Unda sizning mehnat stajingiz qanday hisoblangan, qaysi davrlar hisobga olingan, o'rtacha ish haqi miqdori qanday hisoblanganligi ko'rsatilgan bo'ladi. Nega bu muhim? Bu ma'lumotnoma orqali siz o'z pensiyangizni hisoblashda xatoliklar yoki noaniqliklar bor yo'qligini aniqlashingiz mumkin. Bu kelajakda ikki karra oshirish hisob kitoblarida xatoliklarning oldini olishga yordam beradi. 3 qadam. O'z eligibilityingizni aniqlang va hujjatlar tayyorlang. Siz yuqorida aytilgan toifalar, ya'ni uzoq mehnat staji, ijtimoiy ahamiyatga molik kasb
ijtimoiy himoyaga muhtojlik kabi mezonlarga mos kelishingizni tekshiring. Qanday hujjatlar kerak bo'lishi mumkin? Pasport asli va nusxasi, mehnat daftarchasi asli va nusxasi, mehnat stajini tasdiqlovchi qo'shimcha ma'lumotnomalar, arxivdan olingan hujjatlar, buyruqlar nusxalari, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomalar, ma'lumotnoma obyektivga agar talab qilinsa, nikoh guvohnomasi, farzandlarning tug'ilganlik haqidagi guvohnomalar, agar boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi yoki farzandlar uchun qo'shimcha imtiyozlarga da'vogar bo'lsangiz, nogironlik haqidagi ma'lumotnoma, agar nogiron bo'lsangiz, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnoma, oxirgi 5 yildagi ish haqi yoki istalgan 36 oylik ish haqi. Asarsiz muhim eslatma. Barcha hujjatlarning asl nusxalari va notariat tasdiqlangan nusxalari agar talab qilinsa tayyor bo'lishi kerak. Ba'zi hollarda hujjatlarning elektron shakli ham talab qilinishi mumkin. 40 qadam. Arizani topshirish jarayoni. Garchi bu oshirish avtomatik tarzda amalga oshirilishi kutilsa-da, ba'zi bir holatlarda sizdan maxsus ariza topshirishingiz talab qilinishi mumkin. Ayniqsa agar sizning vaziyatingiz biroz murakkab bo'lsa yoki qo'shimcha staj davrlarini hisobga olish kerak bo'lsa, qayerga murojaat qilish kerak? Davlat xizmatlari markazlari, DXM. Bu markazlar ko'plab davlat xizmatlarini yagona darcha tamoyili asosida ko'rsatadi. Pensiya masalalari bo'yicha ham u yerga murojaat qilish mumkin. U yerda mutaxassislar sizga ariza to'ldirishda yordam beradi. Pensiya jamg'armasi hududiy bo'limlari to'g'ridan-to'g'ri pensiya jamg'armasiga borib, mutaxassislar bilan maslahatlashish va arizani u yerda rasmiylashtirish eng ishonchli yo'l bo'lishi mumkin. Arizada nima yozish kerak? Arizada siz o'zingizning pensiya oshirish huquqingizni tushuntirishingiz, barcha tegishli hujjatlarni ilova qilishingiz va aynan qaysi mezonlar asosida qo'shimcha oshirishga da'vogar ekanligingizni ko'rsatishingiz lozim. Agar siz ixtiyoriy badallar to'lagan bo'lsangiz, bu haqida ham alohida qayd etishingiz kerak. Murojaat muddatlari hozircha aniq muddatlar e'lon qilinmagan, ammo pension jackpot may 2026 amalga oshirilishini hisobga olsak, siz kamida 2025 yilning oxirigacha yoki 2026 yilning boshida barcha hujjatlaringizni tayyorlab, murojaat qilishga tayyor bo'lishingiz kerak. Muddatlarni o'tkazib yubormaslik juda muhim. Beqadam. Murojaatni kuzatib boring va kechikishlar yuzasidan chora ko'ring. Ariza topshirganingizdan so'ng uning ko'rib chiqilish jarayonini kuzatib boring. Nima qilish kerak? Sizga arizangizning ro'yxatga olinganligi haqida ma'lumotnoma yoki kvitansiya beriladi. Undagi raqam orqali siz davlat xizmatlari markazlari yoki pensiya jamg'armasi orqali murojaatingizning holatini bilishingiz mumkin. Agar kechikishlar bo'lsa, agar belgilangan muddat ichida sizga javob kelmasa yoki asossiz rad javobi berilsa, yuqori turuvchi organlarga, masalan, pensiya jamg'armasi markaziy apparatiga, Adliya vazirligiga murojaat qiling. Kerak bo'lsa, malakali yurist maslahatini olishingiz ham mumkin. Aziz do'stlar, bugun biz may 2026 dagi pensiya imkoniyatlari, ya'ni pension jackpot haqida juda batafsil gaplashdik. Tushundingizki, bu oddiy pensiya oshishi emas, balki ma'lum toifadagi fuqarolar uchun moliyaviy ahvolni sezilarli darajada yaxshilash imkoniyatidir. Bu imkoniyatdan foydalanish uchun esa sizdan o'z vaqtida harakat qilish, hujjatlaringizni tartibga solish va kerakli choralarni ko'rish talab etiladi. Hozirdanoq barcha qadamlarni bosqichma-bosqich amalga oshirishni boshlashingizni qat'iy tavsiya qilaman. Bugungi videoda berilgan maslahatlarga amal qilish orqali siz o'zingizning pensiya ta'minotingizni sezilarli darajada yaxshilashingiz mumkin. Bu ma'lumotni yaqinlaringizga, do'stlaringizga, qo'shnilaringizga, ayniqsa pensiya yoshidagi faxriylarga ham ulashing. Chunki bu ularning ham hayotiga ijobiy ta'sir qilishi mumkin bo'lgan juda muhim ma'lumotdir. Hech kim bu imkoniyatdan bexabar qolmasligi kerak. Sizning har bir harakatingiz, har bir tayyorlangan hujjatingiz kelajakdagi farovonligingiz uchun foydavor bo'ladi. Videomiz siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, iltimos o'z fikr mulohazalaringizni izohlarda yozib qoldiring. Sizning savollaringizga javob berishdan xursand bo'lamiz. Videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bu bizga yangi foydali videolarni yaratishda ilhom beradi va eng muhimi, bu ma'lumotlar ko'proq odamlarga yetib borishiga yordam beradi. Kelgusi videolarda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling.